Assalomu alaykum aziz qadrli do'stlar, aziz qadrli obunachilar. Mana hozir biz Omudaryo bo'ylariga kelib qoldik. Aziz do'stlar, videoni oxirigacha ko'rishni iltimos qilamiz. Aziz do'stlar, videomizni yoqsa, videomizga like bosingizlar va kanalimizga ham podpiska bo'lingizlar. Har bir bosgan likingiz biz uchun muhim. Aziz do'stlar, oldindan barcha like bosgan do'stlarga rahmat. Mana bugun Omudaryo bo'ylariga kelib qoldik. Mana ko'rayotganingizdek, bu ham Omudaryo bo'ylari suv tugamoqda. Omudaryoning suv tugamoqda. Orolga bu suvlar yetib bormaydi. Mana bu ko'rayotgan yeringiz Afg'onistonda Turkmaniston yaqinlari, Afg'onistonning Turkmaniston yaqinlari chegarasi Omudaryo bo'ylari. Aziz do'stlar, mana ko'rayotganingizdek, Omudaryo suvi juda ham quruqmoqda desam ham bo'ladi. Inshaalloh videoni oxirigacha ko'ringizlar aziz do'stlar. Inshaalloh har kun bir yangi video chiqarib turaman. Mana bu ham ko'rishingizdek hech suv qolmagan Omudaryoda tugamoqda. Aziz do'stlar, mana o'z ko'zingiz bilan ko'ringizlar. Barcha do'stlar diqqatiga. Mana bu ham Omudaryo. Mana ishonasizlarmi, ishonmaysizlarmi? Bu videoni o'zlaringiz ko'ringizlar. Mana shu joylar to'lib oqqan yerlari, mana shu joylardan to'lib oqqan yerlar, mana shular Omudaryo. Mana suv ozgina oqmoqda, suv ko'rayotganingizdek aziz do'stlar, ozgina oqmoqda. Juda ham tez oqmaydi. Mana aziz do'stlar, bu ham Omudaryo bo'ylariga ekiladigan yerlar. Mana ko'ringizlar aziz do'stlar, aziz muxlislar. Mana Afg'oniston tomoni. Mana hech suv qolmagan aziz do'stlar. Juda ham kam